Bavosil, gemoroy. Uzoq vaqt o'tirib ishlash natijasida surunkali qabziyat kasalida to'g'ri ichak va orqa chiqaruv yo'li qon tomirlarining o'sma yoki homilali bachadon bilan bosilishi natijasida to'g'ri ichakda va kichik chanoq tomirlarida qon dimlanishi, varikoz kengayishi ushbu kasallikni keltirib chiqaradi. Bavosil ko'pincha o'rta va ba'zan yoshlar orasida ham uchrashi mumkin. Ayollarda bu kasallik homiladorlikda, ko'z yorishi og'ir kechgan damlarda, shuningdek, o'tkir ta'sir etuvchi oziq-ovqatlar, garimdori, qora murch, sirkalarni ko'proq iste'mol qilganda ko'proq uchraydi. Umuman olganda, bavosil kasalligining kelib chiqish sabablari og'ir jismoniy mehnat qilish, mashina haydash, doimo o'tirib yoki tik turib ishlash, tikdozlik qilish, maqsadozlik qilish, tikuvchilar, shuningdek ko'p yurishdir. Chunki bularda ichaklar bosimi oshib boradi. U qoringa og'riq chaqiradi. Shundan asta-sekin bavosil kasalligi kelib chiqadi. Bavosil ko'pincha asta-sekin rivojlanadi. Uning dastlabki belgilari orqa chiqaruv yo'li achishadi. Bemor hojatga borganda qiynaladi. Axlatida qon ko'rinadi yoki gemoroidal tugunchalar paydo bo'ladi. Shularni sezgan bemor darhol shifokorga murojaat qilishi zarur. To'g'ri ichakdan sizilib va tomchilab qizil qoramtir yoki aralash rangli qon ketishi va ichakda qandaydir narsa predmet borligini sezish, og'riq paydo bo'lishi to'g'ri ichak devorining darz ketganligidan dalolat beradi. Bunda bemorlar bosh aylanishi, bo'shashib qolishdan, tez charchashdan shikoyat qiladilar. Kasallik zo'rayib ketsa, tugunchalar yallig'lanib, eng xavfli kasallik tromboflebitga olib keladi. Infeksiya tushishi natijasida yallig'lanish to'g'ri ichak atrofiga o'tib, yog' to'qimasining yiringli yallig'lanishini paydo qiladi. Xastalikning oldi olinmasa, xavfli o'sma rakka aylanishi mumkin. Kasallik belgilari juda ko'p bo'lib, ular boshqa kasalliklarda ham tez-tez uchrab turadi. Shuning uchun darhol shifokorga murojaat qilish zarur. Kasallikni tabiat ne'matlari yordamida davolash usullari. Bavosilni davolashda avvalo kasallikni keltirib chiqargan asosiy sabablarni aniqlash va shu sabablarni iloji boricha yo'qotish kerak. Spirtli ichimliklarni ichmaslik, garimdori, qora murch, sirka va sho'r narsalarni vaqtincha iste'mol qilmaslik zarur. Yog'li sho'rvalar, dudlangan mahsulotlar, o'tkir ziravorlardan voz kechish, yengil hazm bo'ladigan ovqatlarni tanovvul qilish zarur. Odamning uzluksiz ichi qotib yurishi ham o'z-o'zidan bavosil xastaligini keltirib chiqarishini unutmaslik lozim. Bu xastalikka chalingan kishilar qand lavlagi, karam, sabzi, qora non, qattiq, kepak non, o'simlik moyi, olma, anjir, qora olxo'ri, zardoli kabi meva va mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishlari kerak. O'rik sharbati nihoyatda foydali. Sarimsoq, chesnok. Sarimsoqning 4 bo'lakchasini qaynatib, ezib, 1 choy qoshiq asal va choy qoshiqning 4dan 1 hajmidagi oq sirka aralashmasi bilan bavosilga quyilsa, juda yaxshi shifo beradi. Piyoz. Piyozning qizili oqiga qaraganda o'tkirroq bo'ladi. Quritilgani ho'liga qaraganda va xomi qovurilganiga qaraganda o'tkirroqdir. Qizil piyozning chalaroq pishirilganini bavosilga malham sifatida yotish oldidan qo'yilsa, 4-5 kunda shifo beradi. Kelin tili. Bu rus tilida garets pachechoyni deb ataladi. O'zbekistonda deyarli hamma yerlarda, ariq bo'ylarida, daryo qirg'oqlarida, bog'larda o'sadi. 1 yillik, bo'yi 20-80 sm gacha yetadigan o't o'simlik. Bargi
lansetasimon hisoblanadi yoki chiziqsimon. O'simlik gullaganda yer ustki qismi o'rib olinadi va salqin yerda quritiladi. O'simlikdan qaynatma tayyorlab, undan kuniga 3 mahal yarim stakandan ichib turiladi. Undan tashqari qaynatma bilan bavosilni kuniga 2 mahal yuvib turiladi. Qaynatma tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1,5 stakan suv quyiladi. O'simlikning maydalangan yer ustki qismidan 1 choy qoshiq solib 15 daqiqa qaynatiladi va 2 soat qo'yib qo'yiladi. So'ngra dokadan suzib ishlatiladi. Dalachoy. Ibn Sino dalachoy o'simligini og'riq qoldiruvchi va turli yaralarni davolashda ishlatgan. Buning uchun uzib olingan yangi bargini maydalab, ezib, bavosilga qo'yiladi. Undan tashqari o'simlikdan tayyorlangan damlama qon to'xtatuvchi, ichki a'zolardan qon oqishda kuniga 2-4 mahal ovqatdan keyin 1 osh qoshiqdan ichishni buyurgan. Qaynatma tayyorlash uchun idishga maydalangan yer ustki qismidan 10 gram solib, ustiga 1 stakan qaynab turgan suv qo'yib, 5-10 daqiqa damlanadi. So'ngra ishlatiladi. Aloy. Abu Ali ibn Sino aloy o'simligini siqib hosil bo'lgan malhamdan bavosilni davolashda muvaffaqiyatli foydalangan. Aloy barglarining shirasiga kastor moyi aralashtirilib, undan har kuni to'g'ri ichakka 3-4 mahal surish ham tavsiya etiladi. Mazkur moyni surishdan avval orqa chiqaruv a'zolarini yaxshilab yuviladi. Shundan so'ng surtilgan malham ijobiy natija beradi. Yantoq. Bavosilni davolashda Sharq tabobatida yantoqni sarimsoq bilan teng aralashmasini yonlariga loy surtilgan teshik chelakka solib, uni tutatib, dudiga o'tirish tavsiya etilgan. Har kuni shu usulni 10-15 daqiqa qo'llash ushbu kasallikni davolashda yordam beradi. Zubturum. Bangizub. Ibn Sino Zabturum bargi bilan qiyin bitadigan yaralarni, shishlarni va qon oqishini to'xtatgan. Xalq tabobatida zubturum bargidan tayyorlangan damlama yoki barg shirasi bilan yo'g'on ichak yallig'lanishi, bavosil, suzak va kuydirgi kasalliklarni davolangan. Damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1 stakan qaynab turgan suv quyib, ustiga 1 osh qoshiq quritilgan va maydalangan zubturumning bargi solinadi va 2 soat damlab qo'yiladi. So'ngra dokadan suzib, ovqatdan yarim soat oldin 1 osh qoshiqdan 5 mahal ichib turiladi. Tugmacha gul yoki qaldirg'och o't. Bu o'simlik sug'oriladigan yerlarda o'sadi. 1 yillik bo'yi 25-100 santimetrgacha yetadigan o't o'simlik. Poyasi silindrsimon, bargi dumaloq 5-7 bo'lakli. Yirik arrasimon poyada joylashgan. Gullari pushti, benafsha rangda barg qo'ltig'ida joylashgan. Bu o'simlikning bargi va guli yig'ib olinadi va soya yerda quritiladi. Tugmacha gulning shifobaxsh xususiyati damlamasi, ichak hamda nafas yo'llari, shilliq pardalari yallig'langanda bavosil kasalliklarini davolashda keng ishlatiladi. Bargi va guliga qand qo'shib tayyorlangan damlamadan bavosil kasalida 3-4 mahal 1-2 osh qoshiqdan ichiladi. Damlama tayyorlash uchun 1 stakan qaynab turgan suvga o'simlik gulidan yoki bargidan 1 osh qoshiq solinadi va 2 soat damlanadi. So'ng suzib ichiladi. Ovqat juda issiq bo'lsa shoshilib yemang, ziyon yetadi. Zuluk. Zulukni quritib, tuyib, aloy bilan teng miqdorda aralashtirib,
bavosil yarasiga qo'yilsa, uni quritib yuborishi mumkin. Buni 5-8 marotaba takrorlansa, kasallik yo'q bo'lib ketadi. Zuluk deganda bu yerda piyavki nazarda tutilmoqda. Jayronning o't qopi. Uning o'tini olib sharobga aralashtirib, xamir qoriladi. Bu dori oftobda quritiladi. So'ngra buni aralashgan sirka bilan yumshatib, qon oqayotgan bavosilga surtilsa, qonni shu zahotiyoq to'xtatadi, ham yaxshi shifo beradi. Achchiq tosh. Oldin katta bir idishga 7,5 litr suv solib qaynatiladi. Ana shu suvga 200 gram achchiq tosh solib eritiladi. So'ng idishga taxtadan qopqoq qilinib, o'rtasida teshik qoldiriladi. Aylanasi 5 cm bo'lishi kerak. Shu qorishma qaynoq suvning ustiga bemor o'tiradi. Avval bavosili bor joyini yaxshilab yuvib, artib, vazilin yog'i surtiladi. Bemor 5-8 soat oldin surgi dori ichib oladi va issiq qorishmali suv ustiga 15-30 daqiqa holiga qarab o'tiradi. Bunday davolanishni haftada 2 marotaba takrorlab turish lozim. Xuddi mana shu usulda o'rtacha 4-6 bosh piyozli 2 litr sutga solib ozgina qaynatiladi. 4-6 bosh piyozni 2 litr sutga solib ozgina qaynatiladi. Undan chiqayotgan bug'iga, pariga bemor o'tirishi kerak. Olovni past qilib, par sekin chiqadigan bo'lsin. Bu usulni 3 kunda bir marotabadan 3-4 marta qo'llanilsa davo uchun kifoya. Kartoshka. Bavosil kasalini davolash uchun orqa chiqaruv teshigi yaxshilab yuvib, 35 daqiqa 30 gradusli suvda vanna qilinadi. Keyin yotish oldidan kartoshkani kesib qalamcha shaklida orqa chiqaruv teshigiga, shu qalamchani 30 daqiqaga qo'yiladi. 1-2 marotaba kartoshka bilan davolansa, bavosil kasali tez qaytadi va yaxshi shifo beradi. Suv qalampir. O'zbekistonda ariq, hovuz va ko'lmaklar bo'yida o'sadi. Bo'yi 20-60 cm. Poyasi tik o'suvchi silindrsimon, qizg'ish rangli, shoxlangan o't o'simlik. Bargi cho'ziq, poyada ketma-ket joylashgan. Gullari mayda poya uchida egilgan. Suv qalampirning yer ustki qismi yig'ilib, salqin yerda quritiladi. Suv qalampir damlamasi bavosil kasalligida ichdan, bachadondan, yo'g'on ichakdan, qon oqishda, qon to'xtatuvchi va og'riq qoldiruvchi dori sifatida ichiladi. Damlama tayyorlash uchun bir stakan qaynab turgan suvga suv qalampirning yer ustki qismidan bir osh qoshiq solinadi va 1 soat damlab qo'yiladi. So'ng dokadan suzib kuniga 3 mahal ovqatdan oldin 1 osh qoshiqdan ichib turiladi. Bavosil kasalligini davolaganda bemor ichi kelib turishi uchun surgi dori ichib turishi lozim va yuqorida yozilgan shifobaxsh o'simliklardan birini ichib, birini malham sifatida ichakka qo'yib turish yaxshi shifo beradi.